Ana shu kartinkani shu yoqqa qo'ysak qanaqa bo'lar ekan? Nima deysizlar? Ko'pchilik bilishadi, mana orqamdagi turgan kartinkani biz sotuvini boshlagan edik va ko'p klinikalar bundan foydalanishgan edi. Va hozirgi klinikalar bundan sal zerikishdi. Yangi klinika ochib kelib, premium kачестве klinikalar bunaqa narsa nisbatan xohlashmayapti. Nisbatan premium kачествоni beradigan surat xohlashyapti. Shunga biz yechim qilib ushbu suratni sotuvini yo'lga qo'yamiz. Buni razmerlari balandligi 60, eniga 80. Startviy razmeri, boshlang'ich razmeri 40 ga 60 dan 120 ga 60 gacha bemalol xohlagan razmerda qilib bera olamiz. Va bundan tashqari burchagida bu bizni tilidan ishlaganmiz. Rangini qora matvi ham bemalol qilib bera olamiz. Va eng zo'r yechimi sizlar xohlagan suratni qo'yib bera olamiz. Buning uchun Yandexga kirasizlar, Yandex Google'ga va o'sha yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan rasmni silkasini bizga tashlaysizlar va biz qo'yib beramiz. Va yana bitta yechim, logotiplar bo'ladigan bo'lsa, logotiplarni ham joylashtirib beramiz o'rtoqlar. Bularning narxi nisbatan bunga nisbatan qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin klinikalarni premiumligiga yana bitta qo'shimcha chiroyli ko'rkiga ko'rk qo'shadigan narsa olsanglar, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Eng muhimi, sovg'a nima sovg'a qilsam ekan degan bo'lsanglar, mana shuni maslahat beramiz.